Bizga xush kelibsizlar. Haqiqatan Zohidjon to'g'ri gapni aytishdi. Sizlarni bir ma'naviyat yo'lboshchi sifatida biz ko'ryapmiz. Oilamizdan boshlab mahallalaringda Nashr Hojibuva bilan Abdulla bilan gaplashib, faqat yoshlarmi endi yosh katta o'zimizni ota-onalar o'rtasida ham ularning ham bir tajribasidan foydalanaylik. Ya'ni faqat kitobxonlik mavzusi emas, sizlarda baribir ko'p yillik hayot yo'llaring bor, hayot tajribalaring bor. Shulardan ham foydalanib, yoshlarga o'rnak bo'lsin deb. Bundan o'sha birinchi prezident maktabi ochilganda 2018-yil ochilgan Toshkentda chetda yig'ilish bo'ldi. O'zlari turib aytdi. Bu maktabdan biz ushbu bir narsa xulosa kutmaymiz. Respublikamiz Prezidenti tashabbus bilan 2025-yil 21-27 aprel kunlari kitobxonlik haftaligi o'tkazilyapti. Shuningdek, bizning tumanimizda bugun nuroniylar o'rtasida kitobxonlik kuni o'tkazildi. Bu bizga ma'naviy ozuqa berdi. Mana bugun Bag'dod tumanida nuroniylar kitobxonlar tanlovi bo'lib o'tdi. Hammamizga ma'lumki, shu kunlarda respublikamizda kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tmoqda. Biz shunday xursand bo'ldikki, nuroniylarni ham inobatga olib, bizlarni bir keraksiz bir odamga chiqarmasdan, ulardan foydamiz tegishiga, xalqimizga foydamiz tegishini o'ylab, shunday tanlovlar uyushtirganiga biz juda ham minnatdor bo'ldik. Kitobxonlar yurti shiori ostidagi kitobxonlik haftaligi davom etmoqda. Bizda ijodiy uchrashuvlar, tanlovlar, bolajonlar uchun qo'g'irchoq teatrlari, o'smir o'quvchilar uchun kitob taqdimotlari bo'lib o'tmoqda. Bugungi kunimizdagi aynan o'tkazganimiz nuroniy kitobxon tanlovi bo'ldi. Bu tanlov juda ham ajoyib, qiziqarli, bahs munozaralarga boy bo'ldi.